Homildarlik mezgilida jima qilish va uning vaqt cheklamasi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayollar homildor bo'lganda jima qilishga bo'lamdi? Bo'lsa, qaysi doirada, qancha oygacha qilsa bo'ladi? Mushu haqda tushuncha bersangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shariatda jima qilish cheklangan ahvol faqatla hayzdorlik yoki nifosdorlik yoki ehromlik holatidir. Olimlarimizning qarashicha, homildor vaqtida jima qilish ayol bilan turalmaga ziyon yetkazmaydi. Balki daha ilgirki ba'zi olimlar homildor vaqtida jima qilish ayolning balyat qo'sig'i ma'ni to'kish turalmaga foydali deb qaragan. Imom Ahmad jima turalmaning anglash va ko'rish quvvatini oshiradi deb qaragan. Tirmizi Hasan deb baholab rivoyat qilgan bir hadisda kimki Allohga va oxirat kuniga ishonadigan boshqalarning ziroatini suyi bilan sug'armasin deb kelgan. Bu hadisma turalmaning jimadan foydalanadiganligini ko'rsatadi. Ammo ma'lum ahvoldagi homildorga va uning qo'rsqidagi bolaga nisbatan jima ziyonliq yoki emasligini doktorlar muayyanlashtirsa, shar'iy hukm ayriladi. Doktorlarning qarshida qo'rsaqdagi turalmaga ziyon yetadigan bo'lsa, jima qilish cheklanadi. Demak, turalmaga ziyon yetish yetmasligini doktorlar belgilaydi. Bundaq ahvolda jima cheklanishi favqulodda ahvol sababidan kelib chiqqan bo'ladi. Doktorlar orasida asosan bola tushib ketish ahvoli kelib chiqmasligi uchun burun bir qancha qatim bolasi tushib ketgan ayollarga qarata homildorlikning birinchi yoki dastlabki 3 oyida jima qilish cheklanadi deydigan qarash bor ekan. Yana yallig'lanish yoki baldur tug'ib etish kelib chiqmasligi uchun tug'utdan ilgirki 3 hafta ichida jima qilish cheklanadi deydigan qarash bor ekan. Yana ba'zi doktorlar mayli dastlabida bo'lsin yoki o'ttirisida bo'lsin yoki oxirgi bosqichda bo'lsin homildor chog'da jima qilsa ziyni yo'q deb qaraydi ekan. Shundaqdami ba'zi bir ahvollar kelib chiqmasligi uchun diqqat qilishini, qo'rsaqqa besim bo'lib qolmasligini tavsiya qiladi ekan. Bu masalaning jismoniy yoki moddiy tarafi agar 9 oyga yaqin ayoliga yaqin kelmagan ahvolda ikkalarining o'rtasidagi mehr-muhabbat suvib yoki ikki tarafning ehtiyoji qamdalmay ig'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Shunga cheklaydigan aniq bir dalil bo'lmagandan keyin masala ziyon yoki ikki ziyonning yengilragini tartishga taqaladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 116 numurliq fatvo.